Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men Dilobar Ibrohimova, vrach, endokrinolog, dietolog, 15 yillik tajribaga ega vrach. Bugun sizlar bilan judayam ko'pchilik Ramazon oyida holsizlik, yotoqchilash, energiya kamligini kuzatilyapti degan savollar kelyapti. Mana shu savollarga javob beramiz va umuman hattoki bunaqa holatlar bo'lmaganda ham Ramazon oyida biz qaysi qo'shimcha vitaminlarni ichishimiz kerakligi to'g'risida gaplashamiz. Shuningdek, yana qo'shimcha agar Ramazon oyi oldidan doimiy ravishda surunkali kasalliklarda ichiladigan ayrim gormonlar, bu L-tiroksin, masalan, Eutyrox yoki boshqa turdagi gormonlar, insulin, umuman dorilarni Ramazon paytida qanaqa ichish kerakligi haqida ham gaplashamiz. Chunki juda ko'pchilik patsientlarim, bilasizlar, menda nima bo'ladi? Ramazondagi kasallik ko'payadi. Buni sababi nimada? Chunki Ramazon oyida biz butun borlig'imizni ibodat qilishga, Ramazon ro'zasini tutishga bag'ishlab kerakli ichiladigan qo'shimchalarimizni, hattoki gormonal dorilarimizni ichmay qo'yamiz. Bu juda ham noto'g'ri. Birinchi o'rinda shuni aytib o'tmoqchiman, ya'ni sizga vrachingiz doimiy ichish kerak deb yozgan dorilarni Ramazon oyida ham doimiy ichishingiz kerak. Faqat ularni vaqti, soati sal o'zgarishi mumkin. Buni albatta sizga sizni davolovchi vrachingiz bilan maslahatlashishingiz yoki hozir men aytib o'taman, ayrim dorilarni qanaqa qilib ichish ham gaplashamiz. Birinchi navbatda Ramazon oyini o'rtalariga kelib, juda ham ko'pchilikda holsizlik, yotoqchilash, energiya kamayganini his qilayotgan insonlar juda ham ko'p bo'lishi mumkin. Ular orasida sizlar ham bo'lishingiz mumkin. Agar shu holatlar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. Sizlarda hozir qanaqa holat ketyapti? Ya'ni holsizliklar, bosh og'rig'i kuchaymayaptimi? O'zingizni energiyasi kam odamdek his qilmayapsizmi? Buni sabablari bu hattoki och qolayotganingiz sababi emas. Mana misol uchun asosan bu ham emas, balkim organizmni detoksikatsiya xususiyati, ya'ni toksinlardan tozalash xususiyati kuchayganligidan dalolat. Ya'ni bizning organizmimiz boshqa kunlarga nisbatan aynan Ramazon oyida kam ovqat iste'mol qilayotganligimiz sababli ichak detoksikatsiyasi, jigar detoksikatsiyasi kuchaygan holatda tozalanish kuchayadi va bu holatlarda bosh og'rig'i bo'lishi, energiya kamayishi kabi holatlar bo'lishi turgan gap. Va bunaqa holatlarda eng birinchi qo'shimchalardan tashqari eng bizga yordam beradigan narsa bu oddiy suv hisoblanadi. Ya'ni biz suv rejimini to'g'irlagan holatda mana shu toksinlar bilan zaharlanishni kamaytirishimiz mumkin. Ya'ni iloji boricha og'iz ochgandan so'ng suv miqdorini to'g'irlash, suv bilan birgalikda ochish va qo'shimcha suvlar o'rnida shirin suvlarni yoki qo'shimcha qo'shilgan suvlar yoki hattoki choyni ichishni maslahat bermagan bo'lardim. Oddiy suvni ko'paytirish, ya'ni og'iz ochgandan so'ng suv miqdoriga ko'proq e'tibor berishni maslahat bergan bo'lardim. Va bundan tashqari ish kelishini ham nazorat qilishimiz kerak. Ya'ni detoksikatsion organlarimizga biz oshqozon ichak tizimi kiradi. Ovqat ko'pchilikda ovqat kam yegan hisobiga, ya'ni 2 mahalga o'tgan hisobiga ich qotishlar yuzaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Mana shu holatlarda ham suv rejimini to'g'irlash, shuningdek ratsionda kletchatka miqdorini to'g'irlash orqali ich kelish holatini yaxshilash mumkin. Lekin ayrim insonlarda o't pufagida muammolar bo'lgani uchun ham ich qotishlar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun men doimo hattoki agar siz boshqa paytlar ichmagan bo'lsangiz ham aynan ro'za paytida ursasan ichishni maslahat bergan bo'lardim. Aynan ursasan o't holatini yaxshilashga, ya'ni o't reologiyasini yaxshilashga, shuningdek o'tni suyultirishga yordam beradi va buni natijasida u ham, ya'ni o't holatini yaxshilash va o't chiqishini yaxshilaganligi hisobiga o't bizda zahar hisoblanadi, detoksikatsiyaga yaxshi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun
ursasan forti masalan yoki ursasan tabletkalar yoki ursasan ya'ni kislota saqlagan barcha tabletkalarni ichishni maslahat bergan bo'lardim. Ularni ko'pchilik so'raydi, faqat apteka variantimi yoki amerikanskiy variantimi bormi ham deb so'rashadi. Men bu haqda Vitamin Pro kursimda ham batafsil aytib o'tganman. Ichaklar bo'limida, ya'ni va u yerda hattoki rasmlari bilan berganman. Va buni ham aytib o'taman, tutka amerikanskiy variantida, misol uchun tutka ham xuddi shu ursasanni o'rnini bosishi mumkin bo'lgan qo'shimchalardan biri hisoblanadi. Va kechki payt og'iz ochgandan so'ng o'sha ursasan yoki ursamak farqi yo'q. Mana shu kabi preparatlarni vazningizga nisbatan har 10 kiloga 10 milligramdan, ya'ni aytaylik, agar siz 50 kilo bo'lsangiz 500 milligram, agar siz 100 kiloga yaqin bo'lsangiz, demak 1000 milligrammgacha tabletka ichish tavsiya qilgan bo'lardim. Bu hattoki просто profilaktik doza hisoblanadi, lekin dozani sekin-astalik bilan oshirish kerak. Birinchi kichkinaroq dozada va keyinroq kattaroq dozaga o'tish kerak. Shuning uchun ko'pchilik va ursasan menga yaxshi ta'sir qilmaydi, ta'sirini bilmayman deydiganlar ko'pincha dozasini to'g'ri ichmaydigan insonlar qatoriga kiradi. Va agar sizda holsizlik, energiya kamligi bo'layotgan bo'lsa, ro'za paytida bu albatta siz vitamin D ichish kerakligini bildiradigan holat hisoblanadi. O'zi umuman vitamin D ni men har doim tavsiya beraman, birinchi qondagi miqdorini ko'rish kerak va qondagi miqdoriga qarab turib, parad gormon miqdoriga qarab turib doza belgilanishi kerak. Lekin hozir masalan aytishingiz mumkin, men hozir topshira olmayman analiz yoki avvallari topshirganman. Menga hozirgi Ramazonda qancha doza ichishim kerak desangiz, 5000 doza ham, ya'ni har kuni 5000 doza vitamin D ichishingiz ham uje sizni holatingizni yaxshilashi, uje energiyangizni yaxshilashi, uje immunitetingizni yaxshilashi kutiladigan narsa. Shuning uchun vitamin D ni men saharlik paytida og'iz yopishdan oldin, ya'ni suhurdan keyin og'iz yopishdan oldin tavsiya qilgan bo'lardim. Va undan tashqari yana baribir holsizliklar bo'layotganda, biz hammaning organizmi har xilligini inobatga olganda, aynan ro'za oyida polivitaminlar yoki multivitaminlar ichishni tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan mana shu oyda ichilishi shart. Tim bo'li bu yilgi ro'za bahor oyi bilan birgalikda kelayotganini hisobga olganimizda, ya'ni nima deydi, vesenniy xandra ham bo'lishini hisobga olganimizda, shuning uchun albatta polivitamin yoki multivitaminlar, ya'ni bir vitamin tarkibida juda ham ko'p miqdorda vitaminlarni qo'shilgan tabletkalarni ichishni maslahat bergan bo'lardim. Bu bolalar uchun alohida, o'smirlar uchun alohida, yosh kattalar uchun alohida variantlari juda ham ko'p. Biz aptekalarimizda ham ko'p, amerikanskiy variantlari ham ko'p. Eng asosiysi bularni davolovchi sifatida emas, balki profilaktika sifatida ichishni maslahat bergan bo'lardim. Polivitamin, multivitaminlarni og'iz ochgandan so'ng ham qabul qilsa bo'ladi, agar ertalabki tabletkalaringiz ko'payib ketsa. Va albatta men yana qo'shimcha qilgan bo'lardim omega 3 ichishi. Bu ham detoksga yordam beradi, ham biz uchun doimiy kerak bo'lgan qo'shimchalardan biri hisoblanadi. Shuning uchun omega 3 ham qachon yoki saharlik paytida yoki iftorlik paytida ham iste'mol qilsa bo'ladi. Va har qanaqa holatda men aytaman, eng yomoni bu saharlikgacha uxlamaslik. Bu eng yaxshi emas narsa, ya'ni bizning organizmimiz bu narsaga tayyor emas, chunki organizm kun bo'yi och yurishini o'zi bir stress bo'lsa, siz kechasi uxlamasligingiz o'zi undan ham katta stress. Shunaqa holatlar uchun albatta kechki taomdan so'ng, ya'ni yotishdan oldin magniyni tavsiya qilgan bo'lardim. Magniyni 12 yoshgacha bo'lganlarga 200 milligram,
kattalar uchun esa 400 milligram tavsiya qilgan bo'lardim. Magniyni qanaqa turlarini tanlash, qaysi magniy nimaga davo, aynan magniyni tanlayotganda nimalarga e'tibor berishligi haqida men Vitamin Pro kursimda, ya'ni judayam batafsil tushuntirib berganman. Yaqinda, kstati, bu kursga bu yilda bir marta ochiladigan kursim. Yaqinda bu kursga start beramiz nasib bo'lsa. Ungacha bo'lgan ma'lumotlar vitamin xo'rlik kanalida berib borilyapti. Ya'ni u yerda ham judayam foydali ma'lumotlar berib boryapmiz Telegramda. Men hozir bu videoni tagida o'sha kanal uchun ssilka ham qoldiraman. Albatta o'tib, u yerda boshqa savollaringiz uchun ham, ya'ni vitaminlar, batlar hozirgi kunda judayam ko'paygan. Qaysini ichish kerak, qaysini ichmaslik kerak, qaysi firmanikini olish kerak, nimalarga ahamiyat berish kerakligi haqida hozirgi kunda judayam ko'p ma'lumotlar berib boryapman. O'sha yerga o'tib, u yerda sovg'alarimiz ham bor, o'tib Telegram kanalimizni kuzatib borishingiz mumkin. Va keyingi momentga o'tamiz. Endi mana shu umuman ro'zadan oldin ham L-tiroksin yoki Eucerox ichayotgan, Bicheron ichayotgan, umuman gormon dorilarni ichayotgan insonlar uchun mana shu qalqonsimon bez gormon dorilarni, ularni men qachon назначать qilgan bo'lardim. Bular, ya'ni ertalab turishingiz bilan, ya'ni suhurga turishingiz bilan og'iz ochishdan, yopishdan avval ichishingiz va 15 daqiqagina o'zingizga vaqt berish. O'zi ko'pincha biz yarim soatdan keyin ovqatlanishni mumkin deymiz, lekin hatto 15 daqiqagina siz oldin ichishingiz mumkin. Aytaylik, esingizdan chiqib qoldi yoki shoshdingiz yoki o'zi kech turib qoldingiz, ulgurmaysiz. Bunaqa holatlarda unda og'iz ochish bilan baravar oldinroq ichishingiz kerak. To'g'ri, bu unaqa fiziologik holat bo'lmaydi, lekin sizni bir kunlik gormoningizdan bu narsa forig' bo'lmaydi. Shunaqa ko'p patsientlar bor. Yo, ro'za bo'lgancha ichmayapman, ro'za bo'lgancha hozircha qilmayapman. Bu juda ham noto'g'ri, chunki ro'zadan keyin sizni holatingiz, sizni analizlaringizda juda ham katta o'zgarishlar yuzaga kelishi mumkin. Insulin olayotganlar, insulin olayotganlar albatta buni o'z vrachingiz bilan maslahatlashishingiz kerak, lekin sizda agar bazis bolus usulida insulin olayotgan bo'lsangiz, ya'ni bir mahal uzoq muddatli insulin va 3 mahal ovqatga bog'liq insulin olayotgan bo'lsangiz, siz bir mahal uzoq muddatli insulin qoladi, faqatgina 3 mahal insulinni, ya'ni obeddigisi, tushlik vaqtidagisini qilmaysiz. 2 mahal ertalab saharlik paytida va kechqurun iftorlik paytidagina podkolkalaringizni qilishingiz kerak. Agar siz faqatgina bir mahal insulin va tabletkalar ichayotgan bo'lsangiz, unda bu yerda o'zgarishlar bo'lmaydi. O'zi umuman olganda, ro'za paytida siz kam ovqatlanganligingizni hisobga olganda glikemiya miqdori ancha normallashadi. Lekin shu o'rinda aytib o'taman, qandli diabet bilan kasallangan patsientlar meni eshitishayotgan bo'lsa, iltimos qilgan bo'lardim. Siz finiki, ya'ni xurmoga yeyishga juda ham ehtiyotkor bo'lamiz. Finiki qanchalik foydali, qanchalik minerallarga boy, qanchalik bu sunnat bo'lishidan qat'iy nazar, u yerda juda ham ko'p miqdorda o'zida shakar miqdori saqlaganligini inobatga olganimizni olsak, bu qondagi qand miqdorini yuqorilab ketishiga sabab bo'ladi. O'ylaymanki, bu video sizlarga foydali bo'ldi. Yana qaysi vitaminlar, qaysi batlar, qaysi qo'shimchalar haqida ma'lumotlar berishimni xohlagan bo'lardingiz? Umuman ular haqida savollarni yozib qoldiring, to'liqroq yozib qoldiring. Men esa keyingi videolarda u savollarga javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'ling.